Ilohimning yedirgan to'ydirgan musulmon qilayotgan pokparvar digorigamga hamda sanolar bo'lsin Allohim. Ko'p bolalar uchratsan Allohim, bizga to'g'ri qilasan Allohim, hammasi shu deyapti demasa Allohim. Xudo kufrni eng yomon ko'rinishi dinni masxara qilish. Shuning uchun inson Alloh taoloning oyatlarini, diniy qadriyatlarini, shariat qoidalarini, Qur'on hukmlarini masxara qilishdan ehtiyot bo'lishligi kerak. Kofir bo'ladi bunaqa odam. Shuning uchun biz ham bilgan bilmagan holda qorixonlarni masxara qilyapmizmi? Mullabochalarni masxara qilyapmizmi? Domlalarni masxara qilyapmizmi? Juda ehtiyot bo'laylik. Kelishdikmi? Kelishdik. Albatta dinni, islomni, iymonni tushungan odamlar hech qachon bunaqa qilmaydi. Mana shu narsadan uzoq bo'lgan johil akalarimiz qiladi bu narsani. Ana o'zlarini hali ham baland deb biladi. Bunaqalar qolib ketdi o'zi pastda. Bunaqalarga gapirishning hojati yo'qligi uchun indamay qo'ydi odamlar. Uni surib qo'yganligini tushunmayapti. Hech kim bunga javob bermaganiga o'zini nima deb yuribdi? Bilimdan qahramon deb yuribdi.